bu xabarni juma kuni Al Jazeera'dan ko'rdik haqingizdagi. Avval qisqagina bir o'zingizni tanishtirib o'tang, anda asosiy temaga o'tib ketaylik. Mening ismim Yusuf Ahmad. O'zim Qarmay shahridan bo'lman. Bu yil 29 yosh. O'tgan kishilik suhbatimizda sizning burun apangiz bilan Tojikistonga o'tish uchun chegarada manga vaqtingizda tutilganliginglar va davlat bexatarlik xavf yetkizish jinoyati bilan ayblanib 2,5 yil yotganliginglar va uningdan chiqqandan keyin kendi sizni bu sirtqa o'zlariga jasuslikqa silish uchun chat elga yo'lga solganligini degandingiz. Endi gapni mushadan boshlaylik. Ya'ni siz jazo muddatingizni tugatib chiqqandan keyin ular bilan aranglardagi suhbat qanday bo'ldi? Aranglarda qanday bir gap bilan siz ularning gapini ma'qul dedingiz? Ular sizni bu chat elga yo'lga solgan bo'ldi. Turmadan yenib chiqqandan keyin bir qancha kun o'tgandan keyin ular izlashga boshladi meni. Izlash jarayonida boshda hol ahvol so'rgan bo'ldi. Oradan bir necha oy o'tgandan keyin shu o'ziniki asosiy maqsad ya'ni shu bizga ishlab degan maqsadni o'tirib qo'ydi. O'tirib qo'ygandan keyin boshda men rad qildim bu ishlarningki jarayonini har qanday aniq bu ishlar esatim meniki u ishimga atrofimdagi kishilarga uyg'un kelmaydi. Men rad qilib o'tdim, men qilolmayman. Yandikilarni baxmasam bo'lmaydi, opamni ishim arildi. O'ydim mendan boshqa endi ishlaydigan odam qolmadi desam bo'ldi dedim endi. Degandan keyin bunlar sen yana yaxshi o'ylash, bunda joylik qilib turib olsang, keyingi turmushing o'zing kontrol qilib bo'lmaysan dedi-ku. Degandan keyin qanday men o'ylash baqay qallamniki bo'lmasa hozir uydagilarniki turmushidan chiqish deb chiroq qilgan bo'ldim. Undan keyin ular mahalla soqchilari degandek odamlar bilan bizga qiyinchiliklarni tug'dirib bergan bular mahalla soqchilari deganlar. Haftada bir qitim uy kelib o'ylarni bir qur aqtirib aram bermadi biz uchun. Shundan keyin men o'zim hech qanday hal qilolmayman bu yerda. Shuning bilan mustabak izlab ketib bordi. Men mana turmadan yenib chiqqandan keyin ifodam yaxshi bo'lib chiqqan. Unda bir qaloq bir ideya yoki bo'lmasa asabiylik yo'q. Ang yaxshi ideya xizmat ishlab qo'ygan bo'lsa, uni turmushim yaxshi bo'lgan bo'lsa, xizmat deb ishlaydi. Yani bular bu yer sizni avar qilayotganlar kimlar? Siz deb meni jiq avar qilmasin deyilayotganlar ular kimlar? Bizni avar qilayotganlar mahalla soqchilari, odatdagi soqchilar. Sizning ma'lumot qilganingiz? Meningki ma'lumot qilganlarim ular bexatarlik idorasi. Davlat bexatarlik idorasining soqchilari. Ya, ularning javobi nima bo'ldi endi? Javob shuni biz amal qilib boqayli. Seninki ifodangga bog'liq degandek gap so'zlar bilan ularni shu men qanday chiroq qilib olsam ularni shunday rad qilgan bo'ldi. Meningki ko'zimga yetib qanday bizning u vatanda hech qanday bir ish qilinmasligi, mening qo'limda hech qanday bir ishning kelmasligi ko'zimga yetgan hisobda planimning ichida nurg'un ishlarni ko'rdim, angladim, his qildim. Bularningki meni bir rahat bir shaklda qo'yayotmasligini tushundim endi hisobda bularningki sharkitidan degandek. Oxirida mayli qandayliki bo'lsin, mushlarga bir ish qilib bergan asosda bularningki ish izlarini masalan barliq nimalarni tushunib olay, bilay qancha ish qilib kirasam shuncha yaxshi degandek bir holatga yetdim, shakllandim qo'limda. Shuna bilan bo'ldi, men ishlab bermay dedim. Biroq qo'limdan kelganicha bilginimni deb bermay, undan ortiq bilmaganimni men deb beramayman dedim. Ularni qabul qildim bo'ldi. Ya'ni bag'ibingizdan ularning postiga ishkirlab kirib, ularning ishchiligini to'xim to'liq bilishdiki, maqsadingiz nima edi? Bilishki maqsadim faqat shu bir fursat kelib qolsa, agar hammasini bir oshkorlab o'tadigan bir yetim borda. Ya'ni bu yerda oshkorlab o'tish degan chog'da dunyoga oshkorlab o'tish, xalqaro jamoatga oshkorlab o'tish niyatingiz bor degan planingiz. To'g'ri. Sizning bu qabul qilgan vaqtingiz qachon bo'ldi? Shu taklifini biz uchun xizmat qil degan qabul qilgan vaqtingiz qachon? Meniki qabul qilgan vaqtlarim shu taxminan 2013 yoz atrofi vaqtlarim. Qabul qilgandan keyin ular sizga qanday vazifalarni topshirdi? Topshirgan vazifalar shu odatdagi shu mening mahallamdagi, men turayotgan rayondagi namoz o'qiydigan yosh bolalar, vatan tarbiya qiziqadigan, masalan top tepadigan bolalar, shularning orasida namoz o'qiydigan bolalar chiqamasmi? Shularning uchurlarini bizga deb bergan bo'lsa, ular qanday harakatlar bilan nima qilyotdi, ideyasi qanday degandek gap so'zlarni, shunday bir xizmatlarni o'rlashtirib bermoq. Shu qanchalik vaqt davom qildingiz shu degan ishlarni? Masalan, namoz o'qiganlarni pash qilish, soqol qo'yganlarni pash qilish degandek ishlarni bilan qanchalik qildingiz, qanchalik bir xizmat ko'rsatdingiz ularga? Qanchalik vaqt? Shu turda qilib ketamidim bu ishlarni. Ko'rganlarimni, anglaganlarimni, shu atrofimdagi kishilarning qilayotgan ishlarini birma-bir tushuntirib deb berdim desab ularga. Ondan keyin bu ishlar bak uzoqmi surilib ketdi desab, 1 yil, 2 yil atrofida surildi desab. 5 yil tarix uzun bo'lganda qilgan ish
Çıkma emas. Qitim sani bilan degini bo'lamda. Mancha qizim bir ma'lumot berdim, doklad berdim deb. Çıkıp gelse bir 5-6 kıtım bularınki. Münazirleşiş, yani fikir anlaştırış. Ularınki meni texinbek işkilip düşünüşü oldu hesapta. Ben ularınki şensiga eriş için endi barasçılıkni ifadalab berdim ularga. Ya'ni bu jarayonda bu ular bilan hamkorlik jarayoningizda sizning uchur yetkizgan vaqtingiz qaraganda ular bilan fikr almashtirgan vaqtingiz jiqroq degan gap. Shu uchur yetkizgan chaqdagi kayfiyatingiz qanday bo'ldi? Kayfiyatim bek nachar. Bilib turmamdi uchurlarni hech qanday bir eg'ir aqitni bo'lmaydigini. Biroq içimden bir narsani sug'urib chiqarayotgandek. Ma tomirimdan qonni yug'ib, sug'urib elayotgandek. Necha kun uyqu kelmaydigan. Dedim-ku, baytim bir narsa esimdan bir xil ish qilib, ajoyib bir achchiq bir azob oldim. Ya'ni mushular uchun ishlayapman, ya'ni mushundaq bir xizmatni men qilyapman degan narsa sizni azoblayotgan mushu bo'lamdi bundaqda. To'g'ri. Shuningda bu hamkorlik ma'lum bir bosqich kelgan chog'da anda siz nima talabni o'tirib qo'ydingiz bu yerda ular? Yil o'tib, arimiz shunday yaxshi bo'lgandan keyin men meni bunda ushaq ishlar selayversam, mening kelgusi turmushim yaxshi bo'lmaydi. Shunga bunda kichik ishlarni o'zimizni avval qilgandan, cho'ng ishlarni qilib, o'zimiz foyda kelganimiz yaxshi degan mazmun dedim. Meni boz chetlarga chiqarib, yaxshiroq bir ishlarni qo'lga keltirgan bo'lsak degan gap so'zlarni qilish orqali ularningki meningki chetlarga chiqib ular ishlab berish ideyamning borligini tushuntirib berdim deb hisoblayman. Boshda ularni buningga nurg'unlagan sinoqlar ketadi, shuningga bardashlik berarsa, undan keyin o'ylash baqsaq bo'ldi degandek gaplarni qildi. Chet elga chiqishni oldi bilan siz qo'ydingiz, bu talabni siz o'tirib qo'ydingiz, ular demedi. To'g'ri. Degan chog'da qanday o'tirib qo'ydingiz shu gapni, shu talabingizda? Ularmi meni ideyasini o'tabdi degandek bir men bilan 2 kun o'tabla men mush gapni qilib, boshliqlar bilan ko'rishib baqaylik dedi. Bo'ldi ko'rishildi, berib ko'rishib, qilish jarayonida boshliqlar o'zi ishlamishda vazifasining eg'irligi, o chatalga chiqib, talibanlarning orasida, shu mujohidlarning orasida yashashning tasdiqi, har xil turdagi misollarni tushuntirib, balkim hayotingdan orliq qilishing mumkin. Sen bunun qanday qaraysan degandek meniki fikrimni oldim ular. Mayli men qanday bo'lsin, qo'limdan kelishicha bir kichik yassamni qo'shimalar dedim. Chet elga chiqqandimi, chet elda Afg'onistonga berish planini siz dedingizmi yoki ular sen chet elga chiqsang, sen Afg'onistonga avatimiz shu yerga Uyg'urlarning orasiga dedimi? Planni men o'tirib qo'ydim. Chunki boshdagi nishon shu bo'lgandan keyin birinchi qatim tutilganda siz Afg'onistonga qarab mangdi deb tutilgan bo'lganligi uchun shuni dedingiz. Shu nuqtada o'tirib qo'ydingiz, shunaqmi? Ha, to'g'ri. Yana gapni sizning shu pasport ilishingiz jarayoniga o'tayli. Shuni olib siz bu meni cho'ngroq ish qilsal degandan keyin qachon sizga pasportni berdi? Pasportni bergan vaqt qachon? Oxirida cho'ng boshliqlar sen bilan ko'rishishni xohlaydi ekan degandan keyin berib ko'rishdim. Shu cho'ng boshliqlar deganingiz Jaranbuloqdagi bir saqchilarmi, Qarmay shaharlikmi, Abdunum rayonlikmi? Abdunum rayonlik bexatarlik idorasining eng cho'ng boshlig'i. Ismini bilamsiz, aslay olamsiz? Uni Vanlo bandaydi ekan. Shuni bilan. Paranshib seninki nima yaxshi keldi. Psixika oltin shunday yaxshi ekan. Sen bu ishni qilib ketadi ekansan deb tushundim. Shunda bir yer tatib paransh jarayonda. Ondan keyin yana ko'rishib, yana fikr almashtirish orqali 2016-yili 5-oyda xabar keldi menga. Ishlarim bitdi, tayyorlik qilib tursam bo'ldi deb. Buning bu jarayonda xiyan men to'y qilsa dedim meni. To'y qilmasang bo'lmaydi. Cho'qim to'y qilishim kerak dedim, muhim bir masala unutib ketdim. Ya'ni pasportingiz bitishdan oldi, ammo biz seni yo'lga silishdan oldin cho'qim to'y qilishing kerak dedi. Shunday bo'ldimi? Cho'qim to'y qilishim kerak dedi. 2015-10-oyda to'y qildim men. Kim bilan to'y qildingiz? Qanaqa birisi? Biz burun shu 2,5 yil yetish jarayonida opam bilan bir kamerada so'langan bir hadimiz vardı. Shu hadimizning orasidan qiz bilan to'y qildim. Ya'ni siz to'y qilgan bu qizni o saqchilar ko'rsatmadi. O'zingiz topdingiz, shundaqmi? Yo'q, men o'zim topdim. To'y qildigan odamga manda bo'lsin degan talabni qo'ydimmi? Yo'q, unda bir shart-sharoit nima talablarni qo'ymadi chiqdi. To'y qil deyishdiki maqsadi nima ekan? Siz nima deb ishondingiz? To'y qil deyishdiki maqsadi bu ota-onasini voz kechiradi, o'zining bolasidan voz kecholmaydi degandek bir bo'yangi zanjir silish. Deb tushundim men bularni. 2016-yili 4-oyda bular xabar yetkazdim. Mening bolam bo'ldi deb. Unda bo'lsa sening mushing bitdi, bir oy tayyorlik qildi deb meni keldi. Shuning bilan 5-6-oy kirgan vaqtda biz ma'qulmiz dedi, ma'qul deb ma'qul. Endi sizning yo'lga chiqqan vaqtingiz bolalar tug'ilib bo'lgan vaqtmi, tug'ilmay turibmi? Tug'ilmagan vaqt, bo'yda qolgan vaqtlar bu. Shuning bilan Urumchiga qarab yo'lga chiqdinglar, Qarmaydan. Urumchiga keldik, Urumchidan onamni ishga saqladik, undan keyin yo'lga chiqdik.
Ürümçiden yo'lga ilib chiqqan, sizga hamroh olib chiqqan kishi kimdi? Pakistanlik bir odam u, tijoratchi. Pokistonlik bir tijoratchi. Hamsa bugungi suhbatimiz bu yerda to'xtaydi. Programmamizning keyingi qismida Pokistonlik hojim bilan menga sapranglar ustida bo'ldi. Yana bir programmamizda ko'rishamiz. Bo'ldi, rahmat. Kanalımızga a'zo bo'lgan va bo'ladigan tarix bergan barliq qarindoshlarımızdan Allah razı olsun. Qarindoshlarımızning yaqindan qo'llab qo'yilishi, tarix berishi, hammalarga bilan texnik güzel programmalar o'tirib chiqsa, hammangdan Allah razı olsun.